Assalomu alaykum Shoxstra kanalining obunachilari, qolaversa bizni kuzatib turgan barchaga. Mana 2025-yil iyun oyidamiz. Mana shu xonamizni remontini tugatib oldik. Xudo xolasa, siz ham uyingizni remont qildirib, nechta mablag' ketar ekan deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, videomizni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Usta pul nech pul, materiallar nech pul va nech pulga xonangiz remont bo'ladi. Shuni barchasini bilib olasiz. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmasdan videomizni oxirigacha ko'ramiz. Birgalikda xo'p, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz va bittadan like bosib qo'yamiz. Bo'lmasam videomizni boshladik. Xo'p, endi bu xonamizni razmerini aytadigan bo'lsak, uzunasi 7,5 metr, eni esa 380. Ya'ni patronga boshlaymiz narxini, bo'lmasam ketdik patronga. Patronlar biz chekkasi gipsokartonda bo'yi 5 dona gipsokarton ishlatganmiz, 50 ming so'mdan olganmiz. Albatta 100 metr rayka ishlatganmiz. Raykani 3200 so'mdan metrni olganmiz. O'rtasi natijli bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar, 1 kvadrati 80 ming so'mdan tushgan. Ya'ni bu yerda 12 kvadrat joyimiz bor. Mana bu yerda gantellarimiz, ya'ni tegalarimiz ko'rib turibsizlar, donasini 14 ming so'mdan olganmiz bu joyga. Galagan lampalarimiz 10 dona bu joyda aynan atrofiga qo'yganmiz, 35 ming so'mdan donasi. Mana bu yonib o'chib turgan metrajli svetlarimiz, ya'ni 12 ming so'mdan metrni olganmiz. Buni pulti bor, o'zgartirib, xohlagan rangingizga qo'yib olishingiz mumkin. 65 ming so'mga original pultini olganmiz. Devorlarimizga keladigan bo'lsak, mana bu devorlarimiz ramkalarli, ya'ni ichi atachenti bo'lgan 300 ming so'mlik atachenti ishlatganmiz. Albatta mana bu gipsni tegagan, ya'ni bular kattasini 5,5 ming so'mdan, kichkinasini 3,5 ming so'mdan olganmiz. O'rtalari esa aboy bo'lgan. Bu joyimizga 4 rulon aboy ishlatganmiz, ya'ni 40 kvadrat aboy olganmiz. 190 ming so'mdan rulonini olganmiz aboyda. Patronimizga 2 banka kraska ishlatganmiz. Aytib o'tdik, 120 ming so'mdan 2 banka kraska ketgan albatta. Endi pollarimizga 2 banka kraska ishlatganmiz. Bu joyga polimizni ham qalovoy deganimizda faqat jigara yo qizilni tushunmaymiz. Mana shu rang qilishlarini bemalol mumkin. Mana bu tavozonamizga keladigan bo'lsak, bu tavozonamizning dekor paneli, ya'ni bu dekorativniy tavolarimizda donasini 58 ming so'mdan olganmiz, 14 dona ishlatganmiz. O'rtasida bo'lsa dekor panel, ya'ni PVC panel deymiz, 300 ming so'mdan olganmiz. Buni orqasida kley bor, 55 ming so'm, 60 ming so'm turadi. Bu kleylarni ishlatganmiz, o'rtada stil bor, stilni ishlatganmiz. Xo'p, mana bu yerda ramkalar bor, ramkalarni ham pulni olganmiz. Ramkalarni biz 25 ming so'mdan donasini olganmiz. Endi mana bu ko'rib turgan ikkala tomonda turgan svetimiz 245 ming so'mdan 490 ming so'mga 2 dona olganmiz buni. Yana nima? Orqasida albatta buning kileylari bor, aytib o'tdim. Kileylar yopishtirilgan, kileylar 55 ming so'mdan, ya'ni uy joyimizga 8 dona kiley ishlatganmiz mana shuni yopishtirish uchun. Endi bu joyimizga to'glariga 50 metr kabel ishlatganmiz, 2,5 ming so'mdan kabelimizni olganmiz metrlarni. Albatta kulchator razvedka shunaqa narsalardan ishlatganmiz bu joyga 25 ming so'mdan kulchator razvedka donasini olganmiz. Eshiklarimiz, derazalarimiz qirg'oqda, albatta gipsni tegalar ishlatganmiz, 7,5 ming so'mdan metrni olganmiz. Hop, endi lustramiz keladigan bo'lsak, bu lustramiz 120 ga 60 razmerlik 1 million 600 ming so'mga olganmiz albatta. Endi mana bu yerda plyumslarimiz olganmiz, donasini 15 ming so'mdan plyumslarimizni olganmiz. Albatta derazalarimiz, badagonlarni ham olganmiz, 140 mingdan 2 dona olganmiz, bu joyimizga ishlatganmiz. Ko'rib turibsizlar, mana hozir oldingi holatini videosini qo'yib o'taman. Oldingi holat shunday edi, mana hozirgi holatini ko'rib turibsizlar albatta. Chiroyli bo'lib remont berdik. Xudo xolasa aytaman. Endi mana shu joyga общий umumiy summamiz 10 million so'mga materiallariga mana shu joyimizga shu holatda remont bo'ldi. Ko'pchilik kommentariyada yozishadi, usta puli qancha bo'lgan deb. Endi hamma usta har xil narxda remont qilishadi. Albatta kelishilgan holatda biz mana shu xonadonimizni 8 million so'mga remont qilib berganmiz mana shu holatga keltirish uchun. Agar remontimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunday xizmatlar, remont xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol ekranimizda nomeriga telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kelishilgan narxda chiroyli qilib o'zimiz remont qilib beramiz. Bo'lmasa sog' bo'lasizlar, omon bo'linglar.